Xullas, Koreyaning Eshakdek parkining kichkina darvozasini topa olmasdan quyoshning tagida 1 soat aylanib yurdik. Har bitta eshigini yoniga borgandik, lekin afsuski qulflab qo'yishibdi. Men shu parkning tagida yashayman, lekin hech shu parkka kelib ko'rmagan ekanman, shuning uchun bu parkka qanday kirishni ham bilmayman. Keyin qarasak, ikkinchi etajdan odamlar parkka o'tib ketyapti. Shuning uchun ikkinchi etajga chiqib, biletlarimizni olib, yana 3-etajga chiqsak, boshqa parkka kirib qoldik. PUBG'chilar nechtamiz? Qaranglar. Shunaqa qilib bitta uzun ko'prikdan o'tib oxiri kirib oldik. Qornimiz juda ham ochib ketganligi uchun kirishimizga yo ko'zimizga birinchi ko'ringan oshxonaga borib shunaqa narsa sotib oldik. Biz boshqa narsa zakaz qilgandik, lekin bizga boshqa narsa beruvdi. Qornimiz ochligi uchun ham mayli deb olib ketdik. Bizni lo'q qilishdi lekin. Bo'sh joylarga quyosh tushgani uchun juda ham issiq ekan, shuning uchun tarbiyasiz studentlarning yoniga o'tirib oldik. O'smirlik juda ham qiyin davr, shuning uchun na o'zbek bo'lsin, na karis bo'lsin hech qaysi bilan chiqisha olmayman. O'smir yoshiga yetganda nima qilarkinman, hayr. 아직 소스 재밌으나? 아직 소스 처음이야. 양념, 치킨 소스. 치킨 소스 üstüne koyarmış mı? Kaçına ben hiç koymadım. Kola içerken çocuğum koymadım. O'zimiz vizdada qilganman. 3 ta kamera. 3 ta kamera. Sizga qo'yamiz, yanda chiqmadi. Ana bu. Mamasmi? 양념. 양념도는 뭔가 깔끔한. Qaynonamga shunchaki bilet oldim desam, shulardan ketib qolsa kerak. Chunki qaynonam telefon orqali bilet oladi-da. Qanaqa kartadan qilsangiz xarid beradi-ku. Bunaqa ayollar.